Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana bizni Hashim School jamoasini Quvasoy tumanidagi 4-maktabga taklif qilishdi. Albatta bu yerga bordik. Bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz azizlar, chunki bu yerda mana bu tomoshabinlarga ham albatta qiziqarli bo'ladi va o'zingiz ham bu yerda ajoyib o'zingiz uchun yangi robototexnikaga oid yangi ma'lumotlar bilan albatta siz ham bahramand bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirida ko'rishguncha. Universitetda o'zimizga ta'lim bergan ustozimiz Karimov domla mana bugun bizga vaqtini ajratib, nimasini qo'ymay keldi. Iltimosimizga binoan ham mavzuimiz ham shunga to'g'ri keldi-da, domla shunga xursandmiz. Kelganingiz uchun rahmat. Endi ustozlarcha diqqat qilamiz. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli texnik ta'lim o'qituvchilari. Sizlarga ma'lumki, hozir paytda prezidentimiz katta e'tibor beryapti. Robototexnikaga, avtomatizatsiyaga, hozir paytda yangi gaplar chiqyapti. Sun'iy intellekt, 3D printer degan narsalar chiqyapti. Bular hammasi ana shu bizda nima rivojlanishimiz uchun, keyin mana bu yoshlarda rivojlanish uchun berilyapti narsa. Bitta narsa aytaman, savoldan boshlaysizlarga. Mana shu texnik ta'lim oldin bizlar mehnat edi. Mehnatga direktorlarimiz panjara bilan qarardi-da, texnik ta'lim o'qituvchi, falonchi o'qituvchini darsdan bolani olib chiq, bo'ya, tozala qil, vokidor. Endi hozir paytda bu shu mehnatni hozir texnologiya qilishdi. Bu texnologiya bo'yicha endi sizlarga hozir bizga shu texnik ta'lim o'qituvchilari, sizlar bilasizlar, hozir professor texnik ta'lim kafedrasidaman. 50 dan oshib ketdi. Dadam ham shu yerda ishlashgan. Dadamni ham 50 dan oshib ishlagan fizika kafedrasida. Men shuni davom ettirib ishini qilyapman. Mana bu o'g'lim Sherzod Karimov bu ham shu ishni davom ettiryapti. Texnik ta'lim bo'yicha mana matematikadan, fizikadan, ximiyadan, chet tildan nima olimpiada bor. Bizda olimpiada yo'q. Lekin mana endi hozir imkon bo'ldi. Texnik ta'lim bo'yicha olimpiada bo'lish kerak. Buni biz demak hozir musobaqa deyapmiz. Lekin mana bolalarimiz, shogirdlar nimaga borib kelishdi? Turkiyaga. Ularda robototexnika bo'yicha olimpiadadir ekan. Demak, shu olimpiada qilishga biz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xohlasa aprel oyida olimpiada bo'ladi. Men sizlarga yo'nalishni aytaman uni. Ya'ni 30-maktabda KRKda nima bor ekan? Bashnoy. O'sha bilan kelishdik. Kelishib sizlarga ana shu texnik ta'lim bo'yicha, robototexnika bo'yicha musobaqa uyushtirish. Keyinchalik va hozir hamma joyda ijtimoiy tarmoqdan aytyapmiz, texnik ta'lim o'qituvchilari uchun nadbavkani 100% ga chiqarish kerak. Buni sekin-sekin aytamiz. Deputatlar orqali shuni prezidentimiz bizga qaror chiqarib bersa, texnik ta'lim o'qituvchilariga 100% nadbavka qachon? Aytaylik, viloyat mana rayonda qatnashsangiz, shaharda qatnashsangiz 20, viloyatda qatnashsangiz 30, aytaylik respublika qatnashsangiz 50, xalqaro musobaqa qatnashsangiz olimpiadaga 100% nadbavka qilib berish kerak. Shunga hozir ishlar ketyapti. Xudo xohlasa ana shu narsa amalga oshadi. Tez oylarda, yillarda balki nadbavkalarning yaxshi bo'lishi kerak. Xo'p, endi mana hozir 3-chorakda oxiri, 4-chorakda oxir boshlarida robototexnikani o'tasizlar. Endi men savol berib, kim o'qib olgan? Aytaylik, men ahlidan o'quvchim bor, yana qanday kurslar bor. Bir kishi, 2 kishi, 3 kishi, 4. Endi kamda. Endi savol, hozirgi bolalarimiz o'sib ketganda, shuning uchun sizlarga haligi domla, opa, shuni hadeb gapiravermang, qilaylik desa, ugatib qolamiz-da. Shuning uchun hozir mana shuncha yoshga kirib men o'rnayapman. Hatto men 19-yilda
Toshkent orqali shu ahlidan yana 4 kishi biz o'qiganmiz. Toshkentda o'qitdi, shu nima onlayn. O'shunga demak sizlar ham o'qib olishlaring kerak. Demak bizda Hashim School mana universiteti ham bor. Universitetdan men tashkil qilyapmiz. Universitetda men robototexnika, elektronika bu dars beraman. U yerda hali mana maktabda ham nima chegirlanganda nimaga chiqolmaymiz hali rejadan. Shuning uchun men bolalarga to'liq narsa beramayapman. Endi hozir xususiy nimalar bo'lyapti, nimalar maktablar. Mana biz ham shu dadamning nomiga dadam nima qilishgandi, vasiyat qilishgandi. Hoshim School dadam nomlari Hoshim aka. Shu maktab uchun biror narsa qilsalaring degan. Ana hozir shuni qildik biz. Bir yildan beri mana ishlayapmiz. Hozirda 80 dan ortiq o'quvchi, talaba, o'qituvchilarni o'qitdik, sertifikat berdik. Sertifikat fan mana bu oliy ta'lim fan innovatsiya vazirligining litsenziyasi bor bizda. O'sha litsenziyani beryapmiz. Shular demak maktabga boshlalarga o'tadi. Hop, endi robototexnika hozir 5-chi, 6-chi, 7-chi sinfga kirgan, 8-9 da elektronika bor. Demak, shu bo'yicha dars o'tishlaring kerak. Buni demak tashkil qilishimiz kerak. Shunga demak bu yerda endi yana savol bo'lsa, Hashim School'da nima qiladi? Demak, biz bu yerda video bo'yicha o'qitamiz. Arduino bo'yicha o'qitamiz. Lekin bu yerga sertifikat beramiz. Keyinchalik Python, mana shu robodokni Pythonda dasturlangan. Mana o'g'il nimalar aytib berishadi o'g'illar. Ko'rsatib, shu namoyish qilib, shu yerda demak shuni o'rganishlari kerak. Endi Pythonga taxminan bir 5-6 oy ketadi, balkim yil. Aytaylik, videoni o'rgansak bir 2 oyda, undan keyin Arduino'ni o'rgansangiz, siz bemalol maktabda dars berishingiz mumkin. Yana rivojlanaman desangiz, endi unda nima? Biz albatta yana davom etish kerak. Buni endi buni ichida yoshlardan chiqib qolsa, buni davom etsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi nimamiz? Shunday narsa bizda Hashim School'da borasiz. Ikkita yo'li bor, ikkita uchta. Borib to'plam beramiz sizlarga o'sha yerda, to'plamda olib o'sha yerda foydalanib kelaverasizlar. Ikkinchi varianti onlayn shug'ullanmoqchi bo'lsa, albatta 420 atrofida nima bor? To'plam bor. Butun shu 5-chi, 6-chi, 7-chi to'plamni sotib olishlari kerak. O'sha ikkita yo'li bor. Yana bitta narsa bor. Endi pulini hozircha uni kelishamiz sizlar bilan. Keyin shu bilan birga hozir paytda loyiha bo'yicha ishlayapmiz. Mana maktablarda sizlarda ma'lumki, hali bir kun qolganda hammaga aytadi texnologiya. Narsani qilib bergin, ko'rsatgin, to'g'rimi? Biz apil-tapil qilib hali kartondan qilib boramiz. Shuning uchun buni yil davomida borish kerak. Yil davomida qilib borsangiz, yaxshi natijaga erishishlaringiz mumkin. Bu loyiha bo'yicha. Endi bir ikkita mana bu yerda yana bitta narsa bor. Bitta Qo'qonlik o'qigan o'qituvchimiz keldi. O'quvchilar talab bersangiz. Endi talab bersangiz deganda u kelib, u o'quvchim o'rganadi, keyin menga o'rgatadi-da. Shuning uchun bugun aytdim opaga, agar hali yaxshi qiziqqan o'quvchilaring bo'lsa, kelsa, u ham borsa bilan o'sha ham o'rganib, u ham o'rgansangiz, sizning kamchiligingizni u to'ldirib beradi. Chunki yoshlarimiz odamlar bizga nisbatan yaxshi o'rgangan. Yaxshi biladi kompyuterda. Va yana bitta savol. Kompyuterda kim biladi? Yo'q, kompyuter kim? Hammada ozim bo'lishi kerak-ku. Bu bo'lmaydi. Endi kompyuter solish bo'lmaydi. Kompyuterda bilmayman, kompyuter menda yo'q degan hozir uyat. Chunki nima kerak bo'lyapti, mana kundalik kom bo'lyapti. Mana bizda universitet hemizga narsa borishlarga o'xshab, shuning uchun buni berishlari kerak. Asosan buni qilayotgan ishimiz kompyuter bilan bog'liqda. Kompyuter orqali boshqarish. Shuning uchun kompyuter berishlari kerak. Endi robototexnika o'rganayotganda mana sistem degan narsa bor. Ko'p narsani berishlari kerak-da. Birinchi deylik, fizik fanlar, science, fizika, ximiya, biologiya, informatika, kompyuter soatxonligi, sxemani yig'ishni berishlari kerak. Bular hammasini bilmasangiz bolalarga qiyin bo'ladi o'zi. Shunga shunaqa yo'li bor. Endi ikkinchi yana bitta yo'l bor. Aytaylik, borishga qiynayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa buni nimadan Marlonlar taklif qilishdi. 2 hafta borib, endi Quvasoydan uzalmas Farona. O'qib o'rganib, 2 haftadan keyin nimani boshlasangiz, onlaynda. Mana shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi ko'rib olasiz, ulayotganlarda undan keyin onlayn orqali nima qilsak yaxshiroq bo'lar ekan. Shuning uchun mana sizlarda ham qanaqadir bir
nimalar bo'lsa, takliflar bo'lsa qabul qilamiz, o'shaga qarab ish qilamiz. Bahodir Hoshimovich juda ham bir ajoyib suhbatlar, juda ham bir ko'rinishlar berishdi. Ayniqsa yana bu elektron qurilmalar haqidagi savol-javoblari meni ochig'i hayron qoldirdi. O'qituvchilarga chiroyli holatda yangi uslub bilan tushuntirib berdilar. Ustoz, yana bitta narsa bo'ldi bizda. Sizlarda ham so'radim opadan, xususiy maktab bor ekan. Xususiy maktabda shunday bo'ldiki, ular 3 dan 5gacha ekanda. Ne xususiy maktabda o'qituvchilar, talabalar, o'quvchilar keldiki, biz vaqt javob bermayapti. 5 dan keyin qilsa ham bo'ladi. Keyin biz hozir вечерний gruppani ochdik. Chunki hozir nima deyapti? Prezidentimiz aytayapti-ki, mana talabga qarab ish qilishimiz kerak. Hozir 5 dan keyin ham boshlayapmiz. Bundan ba'zi kunlar uzayib qoladi. 5 dan keyin вечерний gruppa deyapmiz. U yerda ham o'qishyapti. Shuning uchun bu yana bitta narsa, Farg'ona Schooldan bitta opa keldi. Sizlarga o'xshagan opa keldi. O'zi ishlarkan u. Hozir nima texnologiya va robototexnika nima kirgan? Fan. Ishlasharkan 6 million berar ekan unga. Kelib o'qiydi, bir o'qidi, qattiq o'qidi lekin. O'qigandan keyin mana 8 million olyapti. O'zi bolalarini tayyorlab qo'ydi. 10 ta olib kelmabmiz, 10 ta komplekt oldi. 5 ming atrofdalik video bor, komplektni olib hozir bolalarni tayyorlayapti. Endi video bo'yicha bir nima qilish niyatimiz bor, musobaqa qilish. Endi buning uchun nimalar tayyor bo'lish kerak. Keyin bitta narsa aytdim, Barselonaga robototexnika bo'yicha musobaqa qilaylik. Hozir sizlarga ko'rsataman. Shu mashinani yurgizish, poyga, arqon tortish, keyin robo futbol degan narsalar bor-da. Unga dedi bizni bolalarimiz tayyor emas deyapti. Bizning maqsad shundayki, birinchi maktab bolalar ishida o'tkazish, keyin texnologik ta'lim o'qituvchilar ishida o'tkazish. Keyin xususiy maktablar alohida, prezident maktablari alohida, xususiy maktablar alohida qilib o'tkazil deyapmiz. Endi adolatdan bo'ladi-da, chunki mana bu xususiy maktabga bilan mana tenglashtirish qiyin bo'lardi. Shunga qarab hozir ish ketyapti. O'shunga sizlarda qanday bir takliflar bo'lsa uni hisobga olamiz. Keyin joyini aytamiz. Endi ungacha men sizlarga yana bitta narsa. Hozir 93-yili Gayin degan domlamiz bordi, shu ustozim. O'sha bilan birga kitob yozganmiz. Radio elektronika asoslari. Endi hozir mana shunda o'zim kitoblar boshladim. Mana demak Arduino bo'yicha bevosita sizlarda maktabdagi darsda bor nima? İngilizce. Mana bu elektron ijodkorlik o'zbekcha. Arduino bo'yicha. Mana bu robototexnika asoslari bu oliy o'quvchilar uchun laboratoriyasimi, amaliy mashg'ulot, laboratoriya ekan. Kitob. Keyingisi mana bu elektronika va elektrotexnika asoslari. Keyin mana bu inglizchasi. Mana bu robototexnika asosdan amaliy mashg'ulotlar. Shu kitoblarda hammasi grif bo'yicha chiqqan, demak oliy ta'lim vazirligi, oliy ta'lim fan ilmasi vazirligining nimasi grifi berilgan, shu grif asosida chiqarilgan. Endi hozir bu sotuvda yo'q. Kerak bo'lsa aytasizlar, buni men chiqartirib beraman. Fayllari bor. Xo'p, endi sizlarga mana robodok bo'yicha deyman. U ishni meni ko'rsatishdan oldin men sizlarga birta nimalarni ko'rsatib beray. Endi mana bu maktablarda ish bo'lsa mana shundan olsangiz maktabda. Shundan boshlasangiz ham bo'ladi. Bu qisqa vaqtda savol beray. Nima bu? O batareya bor, akkumulyator bor, yana nima bor? Zaryadchik, to'g'rilash bor. Bu batareya bilan akkumulyatorning farqi nima? Yo'q, bo'ldi emas. Akkumulyator zaryadka qilish mumkin. Bir necha marta siklda batareya bir marta ishlatamiz, shu bilan akkumulyator zaryadka qilsa bo'ladi. Buniki 3.7 volt. Endi bolalardan oldi bilmasiz uyat bo'ladi. 3.7 volt. Ikkitasi ketmak kerak ekan. Necha volt? 7.4 volt. 7.4 volt. Endi buni achsak deyiladi. Demak mana shu akkumulyator uyachasi. Bittaligi bor, ikkitaligi bor, uchtaligi bor, to'rttaligi bor. To'rttadan oshib qo'ymanglar. Bo'lsa buni kuzatib qo'yadi mana Arduino'ni. Bu yerdagi narsa Arduino'ni men aytyapman. Arduino buni ichida.
Mana shu robo futbolga qilingan. Mayda oldida nimasi bor, surgichi bor, surgichi orqali nimani boshqaradi. Nimasi to'pi golf to'pi bor, bilasizlar. Oq rang har xil bor. O'sha orqali boshqaradi. Bundan tashqari mana o'quvchilar tomonidan yasalgan robokar bor edi. Shu robokarni ham hattoki bevosita o'qituvchilarga ishlashini namoyish qilib berishdi. O'qituvchilar bu narsani mamnuniyat bilan, juda qiziqish bilan yaxshi kutib olishdi va albatta bularni qanday yasalishligi haqida ham ayniqsa savol-javoblar bo'lganligi meni bir menga bir taassurot, ajoyib taassurot qoldirdi. Endi mana bu yerda mana oson qilib, mana misol uchun nimani qildik, oldik, holing. Doska yopishtirib oling. Qisqa vaqtda misol uchun mana svetodiod. Nechta rangi bor? Svetodiodning nechta rangi bor? Yo'q, nechta rangi bor, bilasizlar. 3 xil, xo'p, yana. Qanday kim aytadi? Olti xil rangi bor-da. Qizilni bilamiz. Yashil, svetoforda nechta bor? 3 ta. Qizil, sariq, yashil. Zajgalkada qana bor? Yo'q. Ko'k bor. Yana qaysi bor? Oq bor. Sariq, oq. Oltami? Keyin rangli bor. 7 ta. Mana bu yerda ozgina mana sxema, mashina hech qancha vaqt ketgan yo'q. Ulaysiz yondi. Nima oddiy mana shu zanjir. Lampochka, kalit va manba. Va necha volt? 200 volt. 200 voltga ishlaydi. Bu yerda esa 3,5 voltga ishlayapti. Xuddi shunday svetodiodni ham yondash mumkin. Endi buni bilasizlar. Qutbi bor. Chap mana tomonga ulaymiz plus, o'zi yozib qo'ygan. Maytga ulaymiz minus. Shundan nimalarda bu ishlaydi. Buning uchun bunda ham demak olasiz, ulaysiz, qo'yasiz. Mana plus tomoniga plus, hozir teskari qo'ysam ishlamaydi. Plus mana kalt xohlagan tomonga qo'yish mumkin. Mana bu o'tkazgich. Mana yondi, o'chdi mana. Teskari ulab qo'ysang, yonmaydi, ulagan bilan. Bu ana shunday qilib qisqa vaqtda bolalarga 5-6 darsda tushuntirib qo'yishlar mumkin. Bu yerda bu kichkinarog'i bor, 200 bitta tajriba qilish mumkin. Undan kattasi bor. Unda 900 ta. Bu endi bunga nisbatan 2 marta kattaroq. Kattaroq ko'rgansizlar. Xo'p, endi keyingisi mana bu mashina. Demak, navroshin mashina deyiladi. Buni demak boshqariladi. Pult bilan boshqariladi. Hali joystick orqali demak oldiga, orqaga yana qiz tomoni bor buni, yonga ham yurish mumkin. Yonga yurish mumkin. Demak, bu harbiylarda ishlasa bo'ladi. Keyingisi mana bu ulaymiz. Bu endi nima bilan ishlaydi? Ana shu bolalar shuni yig'ish mumkin. Bu nima orqali? Telefon orqali, Bluetooth orqali ishlash mumkin. O'zini programmasi bor bunaqa. Keyin buni razрешить deysiz, keyin Bluetooth orqali. Keyin kodi bor. Kodini tanlaganimizda pult orqali ana shu bilan musobaqa keyin qilishimiz mumkin. Bu bo'yalmagan. Xolis bo'yab qo'yish mumkin. Musobaqa, arqon tortish,
keyin robo futbol. Robo futbolda 4 ta o'ynaymiz. Ikkita bunaqadan bo'ladi. Ikkita bunday bo'ladi. Shundan shu orqali biz musobaqa o'tkazishimiz mumkin. Endi sizlardan taklif qilaman, shu musobaqaga nimada bo'ladigan? Aprelda taklif qilinglar. Shu musobaqa nima? Talabalar bilan mana shu narsani qildik biz. Musobaqa arqon tortish, robo futbol bo'yicha qildik. Aprel oyida xudosi. Xo'p, keyin ana shu sizlar bilan bemalol shu maktab uchun kerak bo'lsa loyiha gruppamiz ham bor. Bemalol borib, o'sha yerda o'zlaring qilib, ustaxonamiz bor, qilib bemalol o'sha maktabdagi nimalaringizni, o'quvchilaringizni rivojlantirishing mumkin. Yana ko'plab loyihalarimiz bor. Ularda endi bir savollaring bo'lsa beraman. Keyin mana bundan ham qiziq mana tajribamiz bor. Robodok bu Xitoydan kelgan. Nima biz ana shu Xitoylardan qolib ketmagan holda ular bilan hech bo'lsa oldin teng kelib olaylik, yetib olaylik. Undan keyin sen o'tib ketamiz. Endi bu yerda ko'ryapman, mana ba'zi o'qitganman, yana sizlarga ham o'qitganmanmi? Ancha o'rganib keldi. Hali ham ishlayapman, xudoga kuch-quvvat berib. Yo'qmi savollaring? Xo'p, men shu yoshga kelib o'rnayapman. Sizlar ham shu uchun to'xtab qolish yo'q. Faqat olg'a, bolalar bilan o'tib ketmang, bolalarga teng ketinglar hozircha. Mana shu kursda o'qib olsangiz, bemalol o'zingizni olishga yetadi. Endi men tajriba ko'rsatyaptiki, oldin videoni o'rganish kerak, uni qurmas arzonroq. Keyin Arduino o'rganish kerak. Bu taxminan 4 oy ketadi. Savollaring bormi? Savolimiz shu vasoyga kelib bizga o'rgatsangiz. Ha, u plan ham bor. Bitta narsa bo'lyapti, hozir biz o'qitayotganda bolalarda o'zimizga kadr tayyorlayapmiz. Hali biz ichida bo'ladi-yu, aytaylik 5-10 kishi o'tayotgan bo'lsa, ichidan bitta-ikkita chiqib qoladi. O'shalar taklif o'zimizga olib qolyapmiz. Hozir 6 kishi ishlayapmiz. Demak, sizlarga ham keyinchalik plan bor. Sizlarni o'zlaringdan, mana nima Muqaddas opa, nima Barkam avlod. So'rovdi, kadr bering deb. Bizda ham kadr yo'q-da. Shuning uchun aytdimki, o'zingizdan kamta bo'lsa, Qo'soydan bersalaring, sizlarga tayyorlab beraylik. Tayyorlab bersak, mana shu yerda kamta filialda qo'shishimiz mumkin. Nima, kompyuterda beramiz, to'plamda beramiz. Shuning uchun maktablarda ham joyda joy bo'lsa, qiziqsangiz, o'sha 10 ta misol chiqsangiz, hozircha biz o'shani kelishasizlar shu yerda nima bilan, xalq bilan qancha ko'taradi. O'shin pulga qarab turib, biz sizlarga qilib bersak, orada biz kelib xabar olib dars o'tib bersak, u ham bo'ladi. Maktabda o'sha tashkil qilamiz, direktor bilan gaplashamiz, shu yerdagi shu jarayonda tashkil qilib bo'ladi. Endi bungacha vaqt kerak. Sizlar ishdan chiqsa, bir aytaylik 2 oy, o'sha yerdan keyin tashkil qilish mumkin. Savollar, takliflar bo'lsa beringlar. Unga biz tayyormiz. Qo'limizdan kelgancha harakat qilishga urinamiz. Azizlar, videoni oxirigacha ko'rdingiz deb o'ylayman. Albatta bu yerda Hashim School rahbari Bahodir Karimovning ajoyib chiqishlari bo'ldi. Robototexnika haqida 30 ga yaqin o'qituvchilarga, texnologiya fan o'qituvchilariga ma'lumot berdilar. Ular juda ham yangiliklarni yaxshi qabul qilishdi. Ayniqsa mana bu konstruktor yo'nalishi bo'yicha elektronikani tushuntirishlari ularda yaxshi taassurot hosil bo'ldi deb o'ylayman ularda. Robototexnikaga qiziqishdi. Ana texnologiya fani tomonidan robototexnika sohasiga qiziqishlarni o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ayniqsa savol-javoblar orqali Hashim School rahbariyati tomonidan ularning savollariga javob berib o'zingiz guvohi bo'ldingiz deb o'ylayman. Albatta mana shunday Bahodir Karimov tomonidan ko'rsatilgan demonstratsiyalar o'qituvchilar tomonidan yaxshi qabul qilindi. Buning boisi aynan ular hali birinchi marta ko'rayotganligi uchun ularda ajoyib taassurot hosil qildi deb o'ylayman. Yana bitta narsa, robokarlarni yasashda o'zlari mana bu o'quvchilarimiz tomonidan yasalgan robokarlarni o'qituvchilarga demonstratsiya qilayotganlarida bir ajoyib taassurot hosil bo'ldi. Ayniqsa juda ham ko'plab 10 dan ortiq o'qituvchilar qanday
yasalganligi haqida savol javob qilishdi. Albatta ularga ozgina yo'nalish ham berildi va undan tashqari konstruktorni, mana o'quvchilarimiz konstruktor bilan shug'ullanishadi, aynan konstruktorlarni olib, ularni ko'z oldilarida yig'ib berishdi. Bu ham ularda bir ajoyib taassurot hosil qildi. Sababi elektronikani tushunishlik uchun aynan konstruktorda o'rni juda ham beqiyos hisoblanadi. Ular bilan suhbat qildik, ular bizni Hashim School bilan hamkorlik qilishga kelishib olindi. Aynan mana shunday robotlarni yasashlikda, agarda farzandingiz qiziqsa, bizning Hashim Schoolga kelinglar va birgalikda siz bilan hamkorlikda ishlashimizga biz tayyormiz. Ularga o'rgatishga biz tayyormiz. Yana bitta narsani men so'zimiz oxirida aytib o'tmoqchi edim. Robototexnika sohasi bu O'zbekistonda yangi soha. Albatta birgalikda hamkorlikda biz o'quvchilarni, shogirdlarni o'rgataylik va robototexnika sohasini O'zbekistonda rivojlanishiga siz bilan biz birgalikda hissa qo'shaylik azizlar. Robototexnikaga oid yana ham boshqacha, yana yangi zamonaviy bilimlar bor edi. Buni ikkinchi videoyimizda sizlarga namoyish qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar azizlar. Bye.